Kariyani bog'chasida shunaqa o'yinchoq berdi desam ishonasizlarmi? Biramiz ikkita. Juda bunaqa robotli o'yinchoq va ichida blokcha bor ekan. Kichkina mini bloklar. Shuni hisoblab buni ochib ko'ramiz. Kecha o'g'limni ingliz tili bo'yicha tadbirchasi bo'ldi. Просто bolalar bilan ingliz tilida gaplashib, eshitish va gapirishni nima qilish mashq qiladigan bo'ldik. Bu men 3 yoshda, qizim endi 15 oylik. O'shanga shunaqa tadbir qilib berishdi davlat tomonidan. U men o'g'limning bog'chasi davlat bog'chasi mana xususiy bog'chalarda davlat bog'chasida bepul hamma narsasi, hech qanaqa to'lov qilmaysiz. Faqatgina oylik to'lovini uni ham davlat o'zi to'lab beradi. Har xil sayohatlarga berishsa ham davlat o'zi qilib beradi, to'lov qilamiz. Oldin o'g'lim xususiy bog'chaga borgan, u yerda to'lov qilardi. Misol bilan bir joyga boradigan bo'lsa, mashina uchun alohida, yana ichkariga nimadir kirish uchun to'lov ashuna paytda. Lekin bu nimaga ham har bog'chadan mashina olib ketishiga ham to'lov qilish kerak edi. Hozirgi bog'chada hech qanaqa to'lov qilish shart emas, faqatgina shu o'zi davlat to'loviga men kartam orqali nima tasdiqlab beraman bo'ldi. Meni hisobimga ketmaydi, davlat hisobidan o'g'lim kechiradi. Koreyada ham shaharlarga qarab hamma joyda nima o'zgaradi. Misol ba'zi shaharlarda imkoniyat ko'proq bo'lsa, ba'zilarda yo'q bo'ladi, ba'zilarda kamroq bo'ladi. Chunki shahar aholisiga qarab, biz yashaydigan shaharda aholi kamroq, shu hisobiga imtiyozlar ko'proq. Shunaqa robot, mana ichida mini bloklar, buni ochmay qo'yiladi, bo'ldirim kes ochaman. Keyin boshida mana bunaqa narsalar, bunaqa shirinlik. Men o'g'lim boshqa qo'shimcha darsi bo'yicha ketuvdi, qizim bilan biz o'tirdik. Shuning o'g'lim qatnashmagan uchun shirinlik. Biz chiqishga boramiz deb turib, 3 ta so'v. Endi shunday dars tayyorlagan nima ishlaydi. Lekin qizim bilan birga tayyorlagan uchun qoraymabdi. Qaragan aka bunchalik emas. Bunda banan bilan qanaqa kukumberni nomi esimdan chiqib qoldi. Shuni aralashtirib qo'ygan kremliga, meniki pecheniya hammasi aralashgan. Endi bundaqa mini bolalar uchun maxsus kimpat. Bu qoma kimpat deydi. Endi bolalar yeydi. O'sha masalada bunda 3 ta ekan. Bu etablikda bolalar bilan yeb bog'chaga qo'ydim. Bolalarga yeyishdan berib o'zim ishlasam deb qo'ydim. Etab ishlaymiz sizlarda bolalar yaxshi chiqdi. Nima? Bu yerda ko'ngillilar degan tadbir bo'ldi. Unda har bitta nima bo'lib, bitta nima bo'ladi? Yetakchi va boshqalar a'zo bo'ladi shu narsaga. Ko'ngillilar degani bu o'sha qiynalganlarga yordam berish, saxovatli insonlarda qanday yig'ilishadi, pul yig'ishib, hamma shotga, har pul yig'ishadi, o'sha pulda har xil nimalar qilishadi, yaxshi narsalarni paydo qilishadi. Shahar uchun foyda hisoblanib qo'shadigan ko'ngillilarga, turmush o'rtog'ini qo'shib olgan, tozalab qilinadigan tozalab qilishadi, ko'chani tozalab, qariyalar uyiga borib tozalab, har xil yordam berishadi. O'sha tadbirga bordi, taqdirlanib keldi. Keyin har birimizga bittadan unaqa kupon berishdi. Unda raqam qo'ygan ekan, birdan 50 gacha ekan. Keyin hammaga ikkitadan bizga 4 ta, birinchi ikkita berishdi, oxirida yana qolgan ekan, 2 ta berishdi. 4 ta bo'ldi. Men turmush o'rtog'im, ukam, qizim, o'g'lim 5 kishi borganda. Sizlar ko'p kishisilar deb 4 ta berishdi. Keyin birinchi yo'li shuna qo'llarni shuni tiqib, raqam olish, menda 10, 11, 49, 50 ketdi. 11 chiqdi. 11 bordim, keyin so'zga chiqdim. Men nima deyishni bilmayman. Salom hammaga, tanishgandan xursandman. Men shu Rasululloh, Kristiyasman, Isal deb bemalol nima qilishim mumkin. Tanishgandan xursandman deb chiqib ketdim. Keyin o'tirgandan keyin turmush o'rtog'imni aytsam bo'ladi, ko'rasam. Turmush o'rtog'im men xotinim, men ismimni aytib xotinim desangiz bo'laveradi. Ketelayman deganimda. O'shancha hayajon bo'lib chiqib, men savol olib kelaman deb xolos. Mikrofon qo'yishdi, tanishdim o'zimni. O'sha hayajon chiqib qoldim. O'sha birinchi bergan podarkani qog'ozida edi. Bolalar bilan borganman. Ular aytish kerak, ochishdi, paketdan tashlab yuborishdi. Ichidan mana bunaqa Yaponiyadan bunaqa belga chiqargan plasterlar chiqdi. Mana belga bu yumaloq ekan, bu labdor bichadi. Men mayda bundan sovg'a qilishuvdi. Bu effekt zo'r. Mana bunaqasi. Bu Yaponiya brendi kelgan. Bu menga kerak emas, men O'zbekistonga chiqib yuboraman. Keyin endi hamma chiqyapti, bitta-bittadan keyin tumanning hokimining rafiqasi chiqdi. Uning raqami chiqdi, keyin so'zga chiqdi, keyin qog'ozchilar 49 chiqdi, tutqizlar. Meni raqamim 49. Keyin chiqdi, ya'ni hamma qarsak oldi, voy, buni omadi bor ekan deb. O'z turmush o'rtog'im chiqsa ham bo'ldi, telefon kelib qoldi. Men bu poda keyin chiqadigan bo'lsa, turmush o'rtog'im chiqadi desam, telefon kelib qoldi unga. Shuning uchun yana men chiqdim. Hamma qarsak olib, voy, bu qiz omadi bor ekan deb hamma narsa qilib tabriklab, nima qilishdi. Uning ichidan keyin mana bunaqa quti chiqdi, nima deb o'ylaysizlar, shundami? Nima bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ringlar, keyin rostdan o'ylaganim chiqdi deysizlar. Men birinchi menga hayron qoldim. Keyin bundoq qilsam, bu kosmetik mana tillalarni mana sop qo'yilgan. Sipочка, uzuklar mana bu yerga har xil narsa qo'yilgan. Yo'q qo'ygan. Narsalarni sop qo'ysa, bir joyga qo'yib qo'ygan qo'laydi. Stoldan ko'p joyga yig'ilmaydi. Men endi ko'pdan kelasi borlar, shunda bundoq postiga tepirman, postiga materialga qiziqmayman. Taqinchoqlarga qiziqmayman. Menga nijniy bitta bo'lsa bo'ldi. Shunaqa qilib kechagi kunimiz juda ham ajoyib o'tdi, qiziqarli o'tdi. Biz xursand bo'ldim. Koreyada men kelishimdan oldin o'ylaganman, men chet qabul qilmasa, chunki Koreyada chet tilini ajratish nimasi kuchliroqda. Koreyada chet tilini bundoq qilib yuzini burishtirib, bu tabiiy holat. Bizda ham misol uchun bu narsa nima emas, hamma davlatda bor narsa. Shunaqa bir to'g'ri qo'rqqandim. Lekin men eng katta padish qilgan turmush o'rtog'im, keyin uni yaqinlarim, misol kim bilan ko'rishsa, doim hamma iliq fikr bilan, iliq taassurot bilan isda qolganda, hech kim meni nima qilib, mensimasdan yoki ustimdan kulganda qilgan holat hali sezmadim. Men ishga kirgan bo'lsam ham, boshlig'im juda ham yaxshi ayol. Qayerga borgan bo'lsam ham hali o'zim yolg'iz yoki azoblangan yoki ko'ngli singan his qilganim yo'q. Xudoga shukr, qaynonam, qayin akam, qayin opam, hamma ovsinam deyman akatam. Hammalar yaxshi, hammalar iliq taassurot bilan qabul qilishgan. Men shuning uchun juda ham xursandman. Begona davlatda bilasizlar, o'z o'rnini topish juda ham qiyin. O'zimizda ham begona oila, begona joyda o'z o'rnini topish juda ham qiyin. Hamma ko'ngli yaxshi, birdan qiyin. Men hech harakat qilmaganman, hamma ko'ngli birdan yoqishga. Lekin hamma meni iliq taassurot bilan qabul qilgani uchun juda ham xursandman. Shuning uchun ham sizlarga
Dileyim hamma vaqt, hamma joy o'rningdan turib yurishingdan tilab qolaman. Omadinglarni bersin, kuninglar yaxshi o'tsin. Rahmat.